Hammaga assalomu alaykum. Kanalimiz ashaddiy obunachilari, YouTube foydalanuvchilari, chorva ishqibozlari va mana bunday toza arishan zotli qo'chqor ishqibozlari. Akalar, bugungi video syomkalarimizda albatta erinmasdan orcha ko'ring. Bugungi haqiqiy zo'rlardan chiqadi. Biz video syomkalarimizni Namangan viloyati, Namangan tumani Tepaqo'rg'on qishlog'idan olib boryapmiz. Hafta kuniga chorshanba sanamiz 11-mart 2026-yil. Boshlangan kunlaring fayzli bo'lsin, barakatli bo'lsin deb video syomkalarimizni boshladik. Videoda, so'zda xato kamchiliklar bo'lsa, oldindan uzr so'rab qo'yamiz akalar. Bugungi videoni erinmasdan albatta oxirigacha ko'ring. Bugungi chiqadigan qo'ylarimiz haqiqiy zo'rlardan chiqadi. Ko'pchilik so'rashganida qo'chqordan yaxshisidan chiqazing deb, shuning uchun mana obunachilar talab va istaklariga binoan olib keldik mana. Uzoq vaqt o'zim qo'y qilib ko'paytirib olib yuraman degan akalarimizdan videoni oxirigacha ko'rib turinglar. Shunaqasidan ham savollar ham chiqadi akalar. Birinchi partiyamizga qo'chqorda 2 dona arishan zo'ridan aka. Mana. Hop, bularning yosh oyligi bittasilik 9 oylik, bittasilik 8 oylik akalar. 8 oylik, 9 oylik plus minus bo'laverasizlar. Bo'y bastlariga keladigan bo'lsak, bo'y bastlari bittasining 80 plyusda, bittasining 80 minusda. Qo'chqorlar haqiqiy raso urug'bob dahshat qo'chqorlar akalar. Tavsiya qilaman, olib boqinglar, xudo xolasa kuziga qo'yingizga qo'shgani zo'r yaraydigan qo'chqor bo'ladi. Hurmatli obunachilar, bu ikki qo'yni sizlarga tavsiya qilaman. Nimaga desangiz, buni avgustda bu pulga hayotda ola olmaysiz. Shuning uchun o'zim tarbiyalab, avgustda yaxshi sog'liqlarimga qo'shaman degan obunachilarimizga mana bu ikkala qo'yimizni tavsiya qilaman. Nimaga desangiz, bular hozir narxi arzon, hozir olib qo'ysangiz, ertaga o'zingizning yutug'ingiz bo'ladi. Xudo xolasa bu narxiga keladigan bo'lsak, aka ikkalasini qiziqdim degan obunachilarimizga dumba razrezlariga bitta ahamiyat berib qo'yasizlar aka. Mana qarang, mashalloh. Yoqqan bo'lsa kommentariyaga mashalloh deb yozib ketish ham esdan chiqmasin. Mashalloh deb yozib qo'yish ham esdan chiqmasin aka. Like bosib turing, mehnat qadrlab, ozgina mehnat qadrlab bittadan like bosib qo'ysangiz, like'ingiz siz uchun arzimagan ish, biz uchun ancha ahamiyatga ega bo'ladi. Videoni tezroq tarqatib beradi aka. Oldinroq bitta ahamiyat berib qo'yasiz qo'chqor. Mashalloh. Havas qilganda xonadonida bundan-da zo'rlaridan 100 ta 150 talab boqishlik inshaalloh nasib qilsin aka. Xudo xolasa qo'chqorni haqiqatan noyobidan boqaman deganlar tez aloqaga chiqaverasiz. Shoshilib aloqaga chiqing, bunaqasi kam keladi aka. Hop, buni narxiga keladigan bo'lsak, narxi dollarga emas akalar, so'mga qo'yamiz. Xudo xolasa, hop, 7 million so'm emas akalar. 13 million 500 ming so'm bo'lsa, dastlabkasi Toshkentgacha besplatni olib borib beriladi. Aka, buni avgustda bittasini 13 million 500 ga olasiz. Oling, shuni tavsiya qilaman. Xudo xolasa zo'r qo'chqorlar. Oq tumshuq, oq quloq, mana qarang, karbonoslariga bitta ahamiyat berib qo'yasiz aka qo'chqorlar. Mana. Mashalloh. Mana qarang aka. Xudo xolasa 13 million 500 ming so'm bo'lsa, aloqaga chiqaverasiz. Dastlabkasi mutlaqo tekin yetkazib olib borib beriladi aka. Dumba razrezlari hamma yo'q cho'tki qo'yiladi. Narxi ham o'ta qulay bo'ldi aka. Aloqaga chiqaverasiz. Narxi o'ta arzon bo'ldi. Oling, baraka topasiz xudo xolasa. Dumba razrezlari hamma yo'q cho'tki qo'yiladi. Aloqaga chiqaverasiz. Keyingi partiyaga navbatni beraveraman. Hurmatli obunachilar, ikkinchi partiyamizga mana bitta qo'chqor, bitta solo variantidan o'zim ko'paytirib, qo'l-bola qilib olib yuraman degan aka-ukalarimizga mana bu ikkala qo'yimizni tavsiya qilamiz. Biri qo'chqor, biri sog'liq. Mana shu sarig'i qo'chqor, bunisi sog'liq aka. Ikkalasini oling, xudo xolasa o'zidan ko'paytirib yuraman degan aka-ukalarimizga ikkalasini tavsiya qilaman. Yeb ichishidan umuman muammo yo'q. Yeb ichishiga bir hafta 10 kunga sinov muddati bor. Hop, yosh oyligiga keladigan bo'lsak, ikkalasining yosh oyligi 7 oylik u yoq bu yog'ida, hurmatli obunachilar. Bo'y bastlari 75 plus ga olasizlar. 75 ga olasizlar, hurmatli obunachilar. Mana, sog'liqli quloqlarga bitta ahamiyat berib qo'yasiz aka. Mana qarang, mashalloh turishlarni stoykalariga qilib. Mana qarang. Qo'chqoriga ham bitta ahamiyat berib qo'ying. Qo'chqorning dumba razrezlari hamma yo'q o'ta cho'tki. Ikkalasi ham rasa kelishgan qo'ylar aka. Olib boqing, xudo xolasa baraka topasiz inshaalloh. Oling, nasllikka ko'paytirib olib yuraman degan aka-ukalarimizga kelishtirib, xudo xolasa narxini ham yo'lida qilib beramiz. Ikkalasini bir joyda olaman degan akalarimizga buni bola degan senasini qo'yamiz, hurmatli obunachilar. Buni 11 million so'm bo'lsa, dastlabkasini Samarqandgacha besplatni qilib yetkazib olib borib berilamiz. Bu qo'ylar o'zimizga ham akalar
to'g'risi arzonga kelmagan. Normalniy narsalar zoti tayin narsa. Boqqan odam buni tushunadi. Buni hali kilaga unaqa qilib ichmaysizlar. Buni nasllikka ko'paytiraman degan aka-ukalarimizga buni tavsiya qilaman. Biri qo'chqor, biri so'lliq mana. Oling, xudo xolasa ko'paytirib, ikkovini olib qo'l bola qilib olib yurasiz aka. Mana. Tavsiya qilaman ikkalasini oling, xudo xolasa zo'r qo'y bo'ladi mana. Kelajagi bor narsalar. Olishda sifatlisini, yaxshisini olsangiz, ertaga olmoqni sotmog'i ham bor aka. Keyingi partiyaga navbatni beramiz. Keyingisiga ham o'ta zo'rlari bor. Videoni erinmasdan oxirigacha ko'rib turing. Bugungi haqiqiy assortiment zo'r qo'ylar kelgan, ikkita qilib chiqaveramiz. Oxirigacha ko'rib turing. Hurmatli obunachilar, mana 3-partiyamizga oq qo'chqor so'ragan aka-ukalarimizga mana zo'ridan. Qora qo'chqor bo'lmayman, qorasidan zerikdim degan aka-ukalarimizga oq qo'chqorning haqiqiy original variantidan aka. Mana qarang. Mashalloh, qo'chqorni qarang. Xudo xolasa buni narxi aka yo'lida qilib beramiz. Yosh oilaga 10 oylik atrofida bo'y bastlari 80 plyusda. Qo'chqorimizda xudo xolasa hamma yo'g'i joyida akalar. Yeb ichishdan muammo yo'q. Xudo xolasa buni xolos qo'chqorimiz tavsiya qilaman aka-ukalar, mana shu qo'chqorni olinglar. Xudo xolos zot yo'nalishda ham, go'sht yo'nalishda ham tavsiya qilaveraman. Haqiqiy bo'ladigan qo'chqor. Mana. Qo'chqorning oldi to'shlariga bitta ahamiyat berib qo'yasiz. Dumba razrezlariga. Yosh oilaga 10 oylik buyog'ida buni bo'ladigan senasi aka 6 million 500 ming so'm bo'lsa, dastlabkasi Toshkentgacha besplatni yetkazib beramiz. Aloqaga chiqaverasiz aka. 3-partiyamizga oq qo'chqorni zo'rini so'raganlarga aloqaga chiqaverasizlar mana. 6 million 500 ming so'm sena qo'ydik. Bo'ladigan narxini qo'yyapmiz aka. Buni 7 million deyishni keragi yo'q. Aloqaga chiqaverasiz mana aka. Bu 3-partiyamiz. Bundan keyin bundan ham zo'rlari chiqadi. Erinmasdan orcha ko'rib turing. Qo'chqorni qarang, yurishlariga bitta ahamiyat berib qo'yasiz aka. Mana qarang, mashalloh. Mana qo'chqor aka. Aloqaga chiqavering. Hurmatli obunachilar, mana so'nggi partiyamizga to'xlo-so'lo so'raganlar bormi? Puli yengil variantidan qidirib yurgan aka-ukalarimizga mana beklarni tavsiya qilaman. Avgustda xudo xolos qo'chqor deb zo'ridan qo'shib qo'ysangiz, qo'l bola qilib olib yuraverasiz aka. O'zingizga, qo'rangizga xillab olasiz. Mana. Xudo xolasa oling, xudo xolos baraka topasiz. O'zim ko'paytirib olaman, qo'l bola qilib yuraman degan aka-ukalarimizga mana shu ikkala so'lig'imizni tavsiya qilamiz. Mana. Bular yosh oilaga 6 oylik uyog'ida hurmatli obunachilar. Bo'y bastlari 70 ga olaverasizlar. Mana. Ikkalasi ham zo'r. Hisob boqadigan, o'zim ko'paytirib olaman degan aka-ukalarimizga tavsiya qilamiz. Mana. Hurmatli obunachilar, narxi bo'ladigan senasini qo'yamiz. Xudo xolos ulgurib qolinglar aka. Ko'pchilik so'ragandi shunaqasini chiqazing deb 2 dona topib keldik mana. Aloqaga chiqaverasiz. Shoshilib aloqaga chiqing, bunaqasi kam keladi. Barra qo'ydi narxida bo'ladi. Xo'p, narxga keladigan bo'lsak, videoni ko'p cho'zish kerak yo'q, hurmatli obunachilar. Buni bo'ladigan senasini qo'yamiz. 3 million 600 ming so'mdan aka. 3 million 600 ming so'mdan aloqaga chiqaverasiz mana. Bo'ladigan senasini qo'ydik, xudo xolasa tez bog'laning. Bunaqasi kam keladi. 3 million 600 ming so'mdan nima deyapti hurmatli obunachilar? Mana. Bitta tirs like bosib aloqaga chiqaverasiz. Mana. Xudo xolasa ketkizgan vaqtingizga rozi bo'lasiz hurmatli obunachilar. Videoni shu yerga yakunlaymiz. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Hammani chorvasiga, kasbkoriga Alloh taolo baraka bersin, ishlaringizga rivoj. Xudo xolasa kanalga obuna bo'lib, like bosib turish esdan chiqmasin.